Xullas sen shu mashinani berkitishing kerak. Tushundingmi? Xo'jayin, albatta men bu mashinani berkitaman. Xo'sh, qishloqdagi uylarni mana shu uy yaqinroq va o'zgacha ajralib turibdi. Xo'sh, men mana shu uyni tagiga mashinani berkitaman. Xo'sh, mana video montajni ham tayyorlab oldim. Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda sizlar bilan men Danny. Xo'sh, hozirgina video montaj qildim va uyimni bog'liq. Xo'p, bu yerni yangilaymiz. Xo'sh, kirkamni olamiz, toshni ham olsak. Xo'sh, endi bu yerni yangilash kerak. Qani bu yerni buzamiz. Nima? Axir bu mashinami? Shu do'stlar, axir bu uyim ostida mashina bormi? Bo'lishi mumkin emas do'stlar. Axir uyim mashina. Xo'sh, xullas men hozir buni ko'rishim kerak. Xo'sh, qani belkurakni ham olamiz. Xo'sh. Qani unda pastga tushamiz. Ay, oyog'im. Sho'moyo, bu mashina muncha chiroyli, voy. Axir bu mashina juda ham ajoyib ekan. Qani bu yerdan bu mashinani tezroq chiqarish kerak. Aytgancha do'stlar, sizlar esa videoga like bosib kanalimga obuna bo'linglar. Xo'p. Bu mashina eskiga o'xshamayapti, yangigina turibdi. Hamma narsasi juda ham yangi. Axir bu hammayla. Xo'sh, tezroq kovlab bu mashinani chiqarishimiz kerak. Xo'p, bu yerlarni kovlaymiz. Xo'sh, bu yerlarni ham tozalaymiz. Belkurakni bu yoqqa olib boribman. Mana ancha tozalandi bu yer. Xo'sh. Xo'sh, bu yerlarni yaxshilab kovlaymiz, bolalar. Bu mashinani tezroq olib chiqishim kerak. Xo'p, bolalar, lekin bu mashinani men o'g'irlaganim yo'q. Xo'sh, bu yo'lni sal-pal to'g'irlaymiz, mashina chiqishiga moslab olamiz. Xo'p, mana do'stlar, ancha joy ochildi. Endi qani mashinani eshigini ochib olamiz. Xo'sh, mana ochib oldim. Xo'sh. Endi mashinani tashqariga chiqaramiz. Tiqilib qoldi mashina. Do'stlar. Xo'sh do'stlar, men bu mashinani boyagi joydan chiqarib oldim. Xo'sh, qani endi mayo. Yana shunaqa bo'lyaptimi? Yo'q-mayo do'stlar. Xo'sh, qani 2000 years later. Xo'sh, mana bu chuqurni ham kovlab oldik. Xo'sh, mana do'stlar, men mashinani olib chiqib oldim. Bunga lekin juda ham ko'p vaqt ketdi. Xo'sh, mana mashina tashqarida endi. Xo'sh, endi merni oldiga borishimiz kerak. Undan oldin bu narsalarni tashlab yuboramiz. Xo'sh, bularni tashlaymiz. Bo'ldi, endi men tezroq merni oldiga borishim kerak. Xo'sh, qani do'stlar, ketdik. Jitel, nima qilyapsan? Xo'sh. Mer kirsamaymi? Kirding ham. Xo'p, mana men uyim ostidan mashina chiqdi. Nima? Uying ostidan mashina chiqdimi? Mer, yuring. Xo'sh, qani ketdik. Yo'q-mayo, mer mendan ham tez yugurarkan-ku. Xo'sh, eshikni yopib qo'ydi-za, lekin. Xo'sh, tezroq borish kerak. Mer mendan ham tez yugurib ketib qoldi lekin. Xo'sh, mana yetib keldim. Xo'sh, mer ko'rdingizmi? Axir kiring. Endi bu mashina juda ham qimmatga qidirilyapti-yu axir. Shunaqami? Yo'q-mayo. Bu mashinani $5000 qidirishyapti. Yo'q-mayo, shunchalik qimmatmi? Men hozir bu mashina haqida boshqalarga ma'lumot beraman. Tezroq bo'ling.
Xo'p, mana do'stlar, videomiz shu joyda tugayapti. Albatta videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlar bilan men Denni bo'ldim. Hammaga xayr.